Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana men sizlarga bugun zo'r lokatsiyadan katta sifat hovli topib qo'ydim. Rishton Xalq bankini orqasida qaranglar, rosayam zo'r qilib, shuni didda qilib qo'yishibdi. Atmosfera vobshem bomba. Qani ketdik. Bu xonamiz mehmonxonasi. Hamma yoq qolar ekan. Qaranglar, qanaqa chiroyli qilib qo'yishgan. Shinamgina qilib mana parda hammasi qoladi. Narigi xonadan chiqib, bu xonamizga kirganingizda katta koridor mavjud. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Sразу bu tomonimizda kladovka, bitta katta xonamiz, zalimiz mana qarang. Sразу bitta kuxnyamiz, polni hamma jihozlari bilan qoladi. Bu tomondan chiqib turib, svet, gaz, suvdan вообще problema yo'q. Mana yana bitta katta xonamiz, qaranglar, qanday chiroyli qilib qo'yishgan. Bu tomonda yana bitta uzun koridorimiz, garderoblar hammasi qoladi. To'g'rida mana spalni, qaytar bu tomon jihozlari bilan hammasi qoladi mana. Bu tomonda sanuzi, qaranglar, qanday chiroyli, akkuratniy qilib aritonlar qo'yib. Mana bu tomonimiz detskiy spalni qilasizlarmi? Qaranglar chiroyligi. Kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Bemalolga chiqib baraka qilishlaring mumkin. Yana qanaqadir savollaring bo'lsa, bemalol bera olasizlar. Hozir hovlisini ko'rsataman. Mana hovlimiz, qaranglar. Burchatkalarni qilib, shuna chiroyli, akkuratniy qilib qo'yishgan. Akalar, narxiga kelsak, uyda egalari bilan talashib 65,400 ga tushirib qo'ydik. Yana sunnatiga oz-moz o'tib beradi, lekin xonaga gap